Davlatimiz rahbarining 2026-yil 24-fevral kuni yoshlar bilan o'tkazgan video selektor yig'ilishida bergan topshiriqlarga asosan mamlakatimiz bo'ylab har haftaning payshanba kuni barcha vazirlik, idora va hokimliklar tizimida yoshlar kuni etib belgilangan. Ushbu tashabbus doirasida sohaga mas'ul rahbarlar mahalla, maktab va texnikumlarga borib, yoshlar bilan bevosita muloqot qilishi, ularning muammo va takliflarini eshitib, amaliy hal etishi vazifasi qo'yilgan. Shu asosda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi boshqaruv samaradorligi agentligi Buxoro viloyati filiali tashabbusi bilan bir kunlik talaba ertangi muvaffaqiyat sari ilk qadam shiori ostida tadbirlar tashkil etildi. Tadbirda Jondor tumanidagi 14, 16 va 18 sonli umumta'lim maktablaridan 105 nafar bitiruvchi o'quvchilar, yoshlar yetakchilari ishtirok etdi. Dastavval tashkilotchilar tomonidan maktab o'quvchilariga tadbir mazmun mohiyati batafsil tushuntirildi. Ular o'zlarini bir kun davomida chinakam talabadek his etishlari uchun ularga maxsus kiyimlar tarqatildi. Shundan so'ng avvaldan tayyorlangan avtobuslar oliygohlar tomon yo'lga tushdi. Tadbirning birinchi qismida ishtirokchi yoshlar Buxoro davlat universitetida bo'lishdi. Bu yerda agentlikning Buxoro viloyat filiali rahbari va Buxoro davlat universiteti rektori qarshi oldi va ularga universitet haqida qisqacha so'zlab berdi. Esdalik uchun suratlarga tushilgach, talabalar universitetga taklif etildi. Oliygoh foyesida yoshlar oliygoh fakultetlari va talabalarning ilmiy ijodiy ishlari bilan ko'rgazmalar orqali tanishtirildi. Universitetning ta'lim yo'nalishlari, ilmiy faoliyati va talabalar uchun yaratilgan shart-sharoitlar, shuningdek oliy ta'limga qabul tartibi, grant va kvota imkoniyatlari, ta'lim yo'nalishlariga qo'yiladigan talablar hamda o'qish davomida yaratilgan sharoitlar haqida batafsil ma'lumot berildi. So'ng rahbar va yoshlar uchrashuvi boshlandi. Unda ishtirokchilarga mamlakatimizda yoshlar uchun yaratilgan sharoit va imkoniyatlar, imtiyozlar haqida batafsil so'zlab berildi. Hozirda Jondor tumani 16-umumta'lim maktabida bitiruvchi sinf o'quvchisiman. Ona tili adabiyotdan milliy sertifikatim bor va bugun bizlar yoshlar kuni munosabati bilan bizni BUXTU, ya'ni Buxoro davlat universitetiga olib kelishdi. Bundan juda xursand bo'ldik va juda ham kichkinaligimdan bu yerga kirishni va til adabiyotga qiziqishim tufayli shu yerda o'qishni orzu qilardim va bu yerga kelganimdan juda ham xursandman. Kelajakda albatta shu yerda tahsilimni davom ettiraman. Shundan so'ng o'quvchi yoshlar Buxoro davlat universitetining turli fakultetlari auditoriyalarida professor o'qituvchilarning dars va ma'ruzalarida bevosita ishtirok etdilar. O'quvchilar oddiy tomoshabin sifatida emas, balki talabalar qatorida o'tirib, dars jarayonini ichidan kuzatish imkoniyatiga ega bo'ldilar. O'quvchilar universitet auditoriyalarida talabalar bilan yonma-yon o'tirib, professor o'qituvchilarning ma'ruza va seminar darslarini tingladilar. Dars jarayonida o'qituvchilarning mavzuni tushuntirish usuli, talabalar bilan muloqot tarzi, savol-javob o'tkazish tartibi va auditoriya muhiti, bularning barchasi ishtirokchilar uchun yangilik bo'ldi. Maktab parta va doskasidan farqli ravishda universitet auditoriyalaridagi keng zallar, proyektor va zamonaviy o'quv jihozlari o'quvchilarda oliy ta'lim muhitiga oid to'liq tasavvurni shakllantirdi. Tadbirning alohida va o'ziga xos qismi Buxoro davlat universitetining birinchi kurs talabalari uchun Jondor tumani maktablarining 11-sinf o'quvchilari tomonidan o'tkazilgan ochiq darslar loyihasi bo'ldi. Jami 7 nafar o'quvchi universitet auditoriyalarida mustaqil ravishda dars mashg'ulotlarini olib borish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bu format odatdagi tadbirlardan tubdan farq qiladi. Maktab o'quvchilari o'qituvchi rolida turib, universitet talabalari oldida o'z bilimlarini namoyon etdi. Shu tarzda bir nechta fakultetlarda o'quvchilar va talabalar ishtirokida ochiq dars mashg'ulotlari tashkil etildi. Shuningdek, ishtirokchi yoshlar universitetda talabalar uchun yaratilgan sharoitlar, jumladan talabalar turar joyi, axborot resurs markazi, o'quv va ilmiy laboratoriyalar, robototexnika markazi bilan ham yaqindan tanishtirildi. Tadbirning ikkinchi qismida ishtirokchilar Buxoro davlat tibbiyot institutida bo'lishdi. Kunning birinchi yarmida ishtirokchilar tibbiyot fakultetlari auditoriyalarida professor o'qituvchilarning dars va ma'ruzalarida bevosita ishtirok etishdi. O'quvchilar talabalar bilan birgalikda auditoriyaga kirib, dars jarayonini ichidan kuzatish hamda jarayonda ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Tibbiyot yo'nalishidagi ma'ruza darslari o'z mazmuni va tuzilishi jihatidan o'quvchilar uchun tamoman yangi tajriba bo'ldi. Professor o'qituvchilarning anatomiya, fiziologiya va tibbiy fanlar bo'yicha olib borgan darslarda qo'llanilgan ko'rgazmali materiallar, tibbiy terminologiyalar va ilmiy yondashuv usullari ishtirokchilarda tibbiyot ta'limining murakkabligi va mas'uliyatliligi haqida aniq tasavvurlarni shakllantirdi. Dars mashg'ulotlaridan so'ng ishtirokchilar institutning o'quv simulятsion markazi, tibbiyot fakultetlari, o'quv va klinik bazalar, laboratoriya bo'limlari bilan batafsil tanishib chiqishdi. Auditoriyada professor va talabalar o'rtasidagi o'zaro muloqot, klinik holatlarni tahlil
qilish, savol-javoblar va muhokamalar o'quvchilarni jonli ta'lim jarayoniga qo'shilishiga imkon berdi. Bir qator ishtirokchilar darsdan keyin o'qituvchilarga tibbiyot yo'nalishlari va kirish talablari bo'yicha savollar bilan murojaat qilishdi. Tadbir dasturi doirasida Jondor tumani maktablari bitiruvchilaridan 3 nafari Buxoro davlat pedagogika institutining harbiy ta'lim fakultetiga ham tashrif buyurdi. Ishtirokchilar fakultetning dars va o'quv mashg'ulot jarayonlarida bevosita ishtirok etishdi. Mashg'ulotlar davomida o'quvchilar harbiy ta'lim yo'nalishining o'ziga xos xususiyatlari, o'quv rejasi va talabalar uchun yaratilgan sharoitlar bilan ham yaqindan tanishdi. Dars va amaliy mashg'ulotlarda ishtirok etish ularda katta taassurot qoldirdi. Ishtirokchilar ushbu yo'nalishga bo'lgan qiziqishi ortganini bildirishdi. Muhtaram Prezidentimizning 2026-yil 24-fevral kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda, demak, har haftani payshanba kuni yoshlar kuni deb e'lon qildilar. Demak, har bir rahbar payshanba kuni mahallaga borib, maktablarga borib, kollejlarga borib, institutlarga borib, yoshlar bilan uchrashib, ularni muammolarini eshitib, ularni takliflarini eshitib, muammolarini yechib, ular bilan doimiy muloqotda bo'lish vazifasini berdilar va biz rahbarlar shunga amal qilgan holda mana Jondor tumanidagi 14, 16, 18 maktablarni 11-sinf bitiruvchi o'quvchilari bilan, demak, ularni har qaysisini o'zini yo'nalishiga qarab institutlarga olib keldik. Masalan, aytaylik, bugun ana Buxoro davlat universitetiga ingliz tili o'qituvchisi bo'laman, tarix o'qituvchisi bo'laman yoki ona tili adabiyot o'qituvchisi bo'laman degan o'quvchilarni bu yoqda dastur qildikda, universitet bilan birgalikda. Demak, ular bir kunlik talaba bo'ladi. Bugun hisobida ertalabdan kelib o'sha birinchi parada, o'sha birinchi kurslar bilan xuddi talabalardek talabalar safida darsda o'tiradi-da, undan keyin universitet faoliyati bilan tanishadi-da, undan keyin yotoqxona bilan tanishadi. Qisqasi, universitetda bir kun talaba qanaqa hayot kechirsa, xuddi o'sha hayotni bir kunlik talaba o'zini hayotda kechiradi. Biz Medinskga boradiganlarni alohida bir maktabidan boshladikki, motivatsiya bo'lsin, boshqa yoshlarga ham motivatsiya bo'lsin deb, o'sha maktabida turib, o'sha qishloqning eng chekkasidagi maktabda ularga Medinskga boradiganlarga oq xalat, oq kalpaklarni kiydirdikda, o'sha yerdagilarga bir qolgan 8, 6, 7-sinflarga o'rnak bo'lishi uchun bir narsani kuzatish mumkin. Masalan, biz shu oldingi borib o'rganganimizda 30 kishi meditsinaga kiraman deb, Medinskga kiraman, vrach bo'laman deb bizga aytganiga biz 30 dona to'g'risi oq xalat bilan kalpak oluvdik-da. Lekin u yoqqa borgandan keyin bular 30 kishi kiyib ko'chaga chiqqandan keyin ishonasizmi, o'nlab qolgan o'quvchilar ham mana Medinskga topshiraman, menga ham xalat topib beringlar deb. Bilasizmi nimani ko'rish mumkin? Bu yerda albatta bolalar qachonki ko'rsa his qiladi. Biz nima uchun buni bir kunlik talabani his qilsin deyapmiz. Agar hozir bir kunlik talabani his qilsa, u ertaga 24 soat o'qiydi. Yoki biz nima uchun aynan maktabdan boshlab ularga oq xalat, kalpak kiydirdik? U yerda turgan 4, 5, 6 sinflar ham uni ko'rdi ular. Ular hammasi qiziqib chiqib oldi. Demak, biz ham o'qishimiz kerak ekan. Agar shunaqa o'qisak, biz ham shulardek talaba bo'lamiz deb ularda juda katta motivatsiya bo'ldi. Bir so'z bilan aytganda, tadbir davomida o'quvchilar oliy ta'lim muassasalari rahbarlari va mutaxassislar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilib, o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olishdi. Bunday imkoniyatning o'zi yoshlar uchun ulkan tajriba bo'ldi. Tadbir yakunida ishtirokchilarning aksariyati oliy ta'lim yo'nalishini tanlashga oid qarorlari aniqlashganini bildirdi. Bir qator o'quvchilar tibbiyot, texnologiya va huquq sohalariga bo'lgan qiziqishi ortganini, boshqalari esa avvalgi tanlovida mustaqil ishonch hosil qilganini ta'kidladi. Harbiy ta'lim fakultetiga tashrif buyurgan ishtirokchilar ham ushbu yo'nalishning o'ziga xos xususiyatlarini yaqindan ko'rib, hayotiy qarorlar uchun yangi ma'lumot olishdi. Bir kunlik talaba tadbiri maktab bitiruvchilari uchun nafaqat axborot manbai, balki kasb tanlashda amaliy ko'mak vazifasini o'tadi. Davlatimiz rahbarining Yoshlar kuni tashabbusi doirasida tashkil etilgan ushbu tadbir maktab va oliy ta'lim yo'nalishidagi o'zaro uzviylikni ta'minlashga, yoshlarni ongli va maqsadli ravishda ta'lim yo'nalishini tanlashga yo'naltirishga xizmat qildi.